Sulton Abdulhamiddan buyruq olganingizni tan oling. Bu ish bitsin, podsho. Bu mahkamada sultonga qarshi hukm chiqarmaymiz. Maqsadimiz sizni bekorga o'lib ketmasligingizdir. Yaqinlaringiz ham xafa bo'lishmasin. Tahsin, seni men tug'dim. Men sut berdim. Sutim harom bo'ladi. Sultonimizga ziyon keltirsang, bilib qo'y. Oxiratda ikki qo'lim yoqangda bo'ladi. Mingta Tahsin, mingta Halima fido bo'lsin. Lekin hukmdorimizning huzuri afsun bo'lsin. Na bo'ynimizga tushgan arqondan qo'rqamiz, na kafanimizni bog'laydigan arqondan. Usmonli askarlari bitta ham begunoh insonga jabr ko'rsatmagan. Qo'lingizdan kelganini qiling.